Ushbu videoda ko'rayotgan insonni zurriyotidan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Shunchaki niyat qilyapman, qo'lingizni duoga ochib amin deng. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim amin deng. Shu bugun o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring. Do'stim amin deb yozganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Niyatlarda go'zalligini qarang do'stim. Shunchaki kanalga obuna bo'lib qo'ying. Undanda go'zal niyatlarni eshitish uchun do'stim qarang. Undanda go'zal narsani ko'rsataman. Ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan kitobimizni yosh katta savodxonlar arab alifbosini o'qishni bilmaydigan insonlarga tavsiya qilamiz. Qolaversa kitobimiz sarg'ish ranglar bilan dona-dona qilib yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.